Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, hurmatli teletomoshabinlar, ommaviy axborot vositalarining xodimlari, navbatdagi matbuot anjumanlarimizni boshlaymiz va matbuot anjumanimiz Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi loyihasi asosida bugungi tadbirimiz UzReport telekanali orqali to'g'ridan-to'g'ri sizning e'tiboringizga havola qilinyapti. Shuningdek, Facebook, YouTube kanallarida ham bizni to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilishingiz mumkin va bugungi demak matbuot anjumanimizdan yuzasidan tug'ilajak savollaringiz bo'lsa, murojaatlaringiz bo'lsa, albatta bizga yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Ma'lumki, 18-may Xalqaro muzeylar kuni sifatida nishonlanadi. Bu juda katta bayram deb aytsak bo'ladi va shu munosabat bilan Madaniy meros agentligi tashabbusi bilan Xalqaro muzeylar kuni bag'ishlangan mana shu tadbirlar doirasida ma'lumot berib o'tamiz va asosiy spikerlarni sizning e'tiboringizga havola qilamiz, tanishtiramiz. Tursunola aka Qo'ziyev, Madaniy meros agentligi direktorining birinchi o'rinbosari, Jannat Ismoilova, O'zbekiston tarixi davlat muzeyi direktori, Gulbahor Izentayeva, demak Qoraqalpog'iston Respublikasidagi o'sha mashhur Sovetskiy demak davlat san'at muzeyi direktori hamda Muhammad Rashod Mavlonqulov Qo'qon davlat muzeyi qo'riqxonasi direktori va shuningdek studiyamizda bir qator sohaning mas'ullari ham ishtirok etyaptilar. Tursunola aka, xush kelibsizlar bugungi matbuot anjumanimizga. Va yuqorida aytganimizdek, bugungi mavzuyimiz haqiqatan o'ta dolzarb, o'ta muhim, chunki har bir xalqni o'ziga xos urf-odatlari, madaniyati, shu bilan birgalikda muzeylari mavjud va mana shu xalqlarning o'sha demak madaniyati, tarixi, urf-odatlari agar ikkilanmasdan aytishimiz mumkinki, mana shu muzeylarda mujassam bo'ladi. Va har bir xalqni o'sha qandaydir bir tarixga ega bo'lganligini mana shu muzeylar bilan faoliyati bilan, muzeylarni, o'sha muzeylardagi eksponatlarni tanishish bilan o'sha xalqni o'tmishiga, buguniga va kelajagiga albatta baho berish mumkin. Tursunola aka, bugungi mavzu yuzasidan dastlabki so'zni sizga bersak, marhamat. Keyin agar jurnalistlarimizda mavzuga doir savollar bo'lsa, keyin savollarga o'taveramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik hammalaringizni. Hurmatli matbuot anjuman ishtirokchilari, aziz hamkasblar, mana bugun biz mana yuqorida so'z boshlab berganlarda aytganday, insoniyat uchun nihoyatda muhim, aktual bo'lib kelgan va bo'lib qoladigan soha bu har bir xalqning tarixi, o'tmishi va kelajagini bog'lab turuvchi bir muqaddas maskanlari bor, bu albatta muzeylar. Mana shuning uchun ham mana bugun mana shu Xalqaro muzeylar kuni arafasida O'zbekistonning barcha hududlarida jami mana 127 ta muzey bo'ladigan bo'lsa, mana shuni butun respublikani viloyat, shahar, qishloqlarda, tumanlarda joylashgan muzeylarni demak vakillari, rahbarlari, mutaxassislari mana shu bugun shu yerda 25 tasini taklif qilganmiz va shu agar ruxsat bersangiz fursatdan foydalanib bayram arafasida bularni hammasini tabriklab, ularga fidoyilik bilan qilayotgan mehnat uchun butun jamiyatimiz nomidan minnatdorchilik bildirib va kelgusi mana shu fidoyi ishlarda yutuqlar, yangi yutuqlar tilab qolishga ruxsat berasiz. Bir turinglar, bir muzeylarimiz mana shu hamma respublikaning shimolidan janubigacha, sharqidan g'arbigacha bo'lgan muzeylarda mana vakillari ishtirok etyapti. Rahmat. Tabriklaymiz yana bir bor. Demak, hurmatli anjuman ishtirokchilari, O'zbekiston davlat muzeylari va madaniy meros maskanlari nafaqat tarixni saqlash, balki uni xalqimiz jahon jamoatchiligiga chuqur tanitish borasida faol va samarali ishlab kelmoqdalar. İlk bora 1876-yilda tashkil etilgan O'zbekiston tarixi davlat muzeyi va O'zbekiston davlat tabiat muzeyi bugungi kunda O'zbekiston muzeylar tizimini poydevorlaridan, indallardan biri bo'lib sanaladi. Endi bu muzeylar hozirgi kun uchun ham davlatni, mustaqil O'zbekistonni, yangi O'zbekistonni dunyoga tarannum etish uchun, tanishtirish uchun, uni imijini shakllantirish uchun katta xizmat qilishdan bir qatorda bu iqtisodiy driver ham bo'lib xizmat qilmoqda va turizmni rivojlanishi, taraqqiy etishi, iqtisodiyotning taraqqiy etishini muhim yo'nalish sifatida bir katta muzeylarning roli katta. Shuning uchun ham bitta raqamlarni keltiraman, ruxsat bersangiz.
2023-yilda O'zbekiston muzeylariga 4,5 milliondan ortiq sayyoh tashrif buyurgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 502 milliondan oshgan. 2025-yilning birinchi choragida esa 891 ming, qariyb 1 millionga yaqin sayyoh, mehmon, tomoshabin, san'at sevarlar muzeylar bilan tanishdi. Bu yutuqlar muzeylarimizning jamiyatdagi va xalqaro miqyosdagi nufuzi tobora oshib borayotganidan dalolat beradi. Bu o'rinda mana bir alohida to'xtalmoqchiman. Milliy merosga mening hissam degan umumxalq aksiyasi e'lon qilingan. Bu muzeylarimizni ikkita to'ldirib boradigan ikkita muhim yo'nalishi bor. Kanal deymiz. Birinchisi bu albatta behisob 5000 ga yaqin respublikamiz hududidagi arxeologik yodgorliklar milliy madaniy meros ro'yxatiga kirgan bo'lsa, shundan topilayotgan osora atiqalar muzeyga kirgan bo'lsa, ikkinchisi milliy merosga mening hissam umumxalq aksiyasi doirasida 2022-24 yillar davomida muzeylarimizga 11 mingdan ortiq noyob asarlar olib kelindi, xarid qilindi, beg'araz sovg'a qilindi. Mana shu narsalar ham O'zbekiston muzeyshunosligini katta bir namuna qilib ko'rsatsa bo'ladigan. Albatta muammolar bor, kamchiliklar bor, lekin yangi O'zbekiston muzeylari hozir haqiqatan jahon muzey sohasida o'zini munosib o'rniga ega bo'lmoqda. Va mana shu milliy merosga mening hissam umumxalq aksiyasi davomida xalqdan muzeylarga olib kelingan noyob, juda noyob osora atiqalarni demak 11 milliard so'mdan ziyod qiymatdagi demak budjet mablag'lari hisobiga muzeylarga xarid qilindi. Bu ham oxirgi yillarda yangi O'zbekistonni yangi muzeylariga davlat tomonidan, davlatimiz rahbari tomonidan qanchalik katta e'tibor urg'u berilayotganini bir ko'rinishi. Chunki bu osora atiqalar egalarining uyida yoki egalarining bir qaramog'ida yoki bir qanday muassasa turgan bilan bu millat mulki bo'lib xizmat qilmasdi va ularning albatta ularning ustida xavf-xatar ham katta edi. Bilamiz, afsuski yurtimizda borligi shunday behisob millat mulki bo'lgan osora atiqalarni demak turli yo'llarni olib chiqish hollari ko'p. Chegara postlarida ularni ushlab qolish hollari hozirgacha davom etmoqda, noqonuniy olib chiqayotgan. Mana shularni saqlab qolishni eng muhim bir instrumenti, vositasi bu albatta muzeylarimizga davlat tomonidan ajratilgan mablag'lar hisobiga ularni xarid qilish va muzeylarda uni o'rnini olish. Demak, muzey xodimlarining salohiyatini, ilmiy salohiyatini, malakaviy salohiyatini, professional salohiyatini oshirish bo'yicha ham qator ishlar qilinmoqda. Demak, 2023-yilda bor yo'g'i 31 ta muzey xodimi respublikada o'tkazilgan seminar yoki xorijiy malaka oshirish kurslarida malaka oshirdi. Ularni bugungi kun muzeyi mutlaqo kechagi kun muzeyidan farq qiladi. Yangi innovatsion muzeylar yoki virtual muzeylar bir hammasi muzey sohasida kunma-kun bu rivojlanish tezlashib borayotganini ko'rsatadi. Shu bilan ham muzeylarga tomoshabin kelmasa, uni tomoshabinning oldiga uni virtual tarzda sayohat, muzeyga sayohat olib borish vositalari ishga tushyapti. Shuning uchun muzey xodimlarining ham malakasini oshirish, ularni bugungi kun talablari javob beradigan, bir nechta tillarni biladigan, o'zining ustida ilmiy ishlar, tadqiqotlar olib boradigan muzey xodimlari zarur bo'lmoqda. Bu borada mana aytishimiz mumkinki, 2023-yilda 31 nafargina muzey xodimi malaka oshirgan bo'lsa, demak 25-yilda bu hozirda o'zida 100 nafardan ortig'i malakasi oshirildi. Ilmiy faoliyat jonlanib, mana bilamizki, muzey muassasasi faqat osora atiqani saqlaydigan bir omborxona emas, yo ko'rgazma emas. Bu avvalambor ilmiy maskan va yangi O'zbekiston davrida bu tarbiyaviy maskanga aylanmoqda. Shuning uchun ham biz o'ylaymizki, mana shu ilmiy maqolalarni e'lon qilinishi, har bir muzey xodimlarining o'sha muzeydagi osora atiqalarning tarixi haqida ilmiy ishlar izlanishlar olib borishi bu bugungi kunning talabi.
va endi xalqaro yutuqlar haqida agar yutuqlar haqida gapirib o'tsak, O'zbekiston imidjini, O'zbekiston faqat bir noma'lum O'rta Osiyoda joylashgan ko'p aholi, ko'p chuqur tarixga ega bir qadimgi yurt, xalq emas, balki u butun jahon sivilizatsiyasini, tamaddunning eng muhim qismini saqlab turgan, yaratib kelgan bir millat, xalq, davlat sifatida tanilishi albatta faqat xorijiy ko'rgazmalar orqali amalga oshiriladi. Faqat kitobda yoki maqolamda uni isbotlab bo'lmaydi. Bu argumentlar yo'lida biz xursandchilik bilan qayd etishimiz zarurki, O'zbekiston madaniyati va san'atini rivojlantirish jamg'armasi bor. Ana shu jamg'arma bugungi kunda xorijlik eng mashhur muzeylarda, mana kuni kecha 2 kun davomida Eronda bo'lib, Tehrondagi o'sha mashhur muzeylar bilan muloqot qilganimizda, Eron demak madaniy meros, turizm va hunarmandchilik vazirining birinchi o'rinbosari doktor Davudiy aytayaptilarki, qanday qilib O'zbekiston Luvrda ko'rgazma qildi deyapti. Va aytim, toki O'zbekiston mustaqil bo'lgunga qadar jahonda hamma mashhur muzeyga borsangiz, Luvrmi, Britaniya muzeyimi, New York Metropolitanmi, qaysiga borsangiz, Samarqanddan chiqqan asoratqalarga katta qilib Eron yoki O'rta Osiyo deb yozib qo'yilgan. Taxmin qilib. Hammasi tagida shunday turadi. Iran or Central Asia. Aytdim, shu O'zbekiston mustaqil bo'yicha shunaqa olib keldi. Mana hozir g'urur bilan O'zbekiston o'zini ko'rgazmalarini Luvrda, Berlinda, Arab Amirliklarida ko'rsatyapti, namoyish etdi. Xitoyda. Shuning uchun biz o'ylaymizki, mana shu Berlin shahridagi James Simon galereyasida va Nois muzeyida O'zbekistonning arxeologik xazinalari terimizdan tortib Nukusdagi hamma muzeylarimiz asoratqalarini berib namoyish etishda qatnashdi. Iskandardan Kushonlargacha bo'lgan ko'rgazmada 285 ta arxeologik eksponatlar namoyish etildi. Boku shahridagi Haydar Aliyev markazida Choklardagi meros ko'rgazmasi O'zbekistonning an'anaviy hunarmandchilik namunalarini, kashtachilik, zardozlik durdonlarini demak Ozarbayjon va Kavkaz xalqlariga namoyish etdi. Londondagi Britaniya muzeyidagi Ipak yo'li ko'rgazmasida O'zbekistondan 14 ta eng noyob va betakror demak eksponatlar qatnashdi. Shu bilan birga 2025-yilda Saudiya Arabistonining Jidda shahrida Islom san'ati biennalisida demak qo'lyozmalar, xususan Katta Langar Qur'oni, Aburahmon Beruniy, Mirzo Ulug'bek asarlari, Toshkent sahifalari jahon ilm fan ahliga taqdim etildi. Kuni kecha mana shu yaqin o'tgan oyda Qozog'istonning Ostona va Olmaota shaharlarida Ural Tansiboyev ijodiy saylanmasi, Choklardagi meros ko'rgazmalarining ochilishi va shu bilan birga Yaponiyadagi Expo 2025 Expo xalqaro ko'rgazmasida O'zbekiston pavilyonini hali O'zbekiston tarixida, muzeyshunoslik tarixida hali misli ko'rilmagan noyob o'sha Xivadagi Jami masjidi mana Xiva muzeyi ishtirok etyapti. O'shani shaklini zamonaviy stilizatsiya qilingan holda ko'rsatildi. Bu demak Yaponiyadagi Osakadagi xalqaro Expo 25 ko'rgazmasida eng yaxshi pavilyon deb nima oldi, taqdirlandi 80 ta pavilyon ichida. Buni hammasi O'zbekiston muzeyshunos. Endi bu yerda men hozir buni agar yutuqlarni albatta hayot shundan iboratki, albatta kamchiliklar ham bor, xatolar ham bor, qaysidir ma'noda muammolar ham bor. Biz bilasizmi nima xursand qiladi bizni hozir? Oldin xato muammo bo'lsa komissiya borib aniqlardi. Hozirgi paytda har bitta tomoshabin, har bitta sayyoh muzeyda ko'rgan xatosini yozib birdaniga nimaga ijtimoiy tarmoqqa qo'yapti. Bu bizga ham tarbiyalayapti, ham muzeylarni nima deymiz, qavusda uxlab qolmasligi uchun bular har kuni hushyor bo'lishi, har kuni zamon ruhida eng dunyoning muzeyida, Luvrda yo Britaniya muzeyini yoki Qohira muzeyini ko'rgan sayyohlar kelgan paytda o'shalarga taqqoslagan holda kamchilik ko'rsa, o'shaning joyida to'g'rilashga bizga bir metodik qo'llanma bo'lyapti desak to'g'ri bo'ladi. Nima deysiz, janob Hamidullo? Endi men hozir
boshqa spikerlarga ham so'z Tursunar aka, imkoniyat qoldirayin. mani ko'nglimdagi gapni aytdingiz. Mana bu so'z bermoqchi edim Jannat xonimga, chunki Jannat Ismoilovani ham faxrlanadigan jihatimiz shuki, mamlakatimizga juda ko'plab rasmiy tashrif bilan kelayotgan mamlakat prezidentlariga peshvoz chiqib, shu mamlakatimizni tarixi bilan bog'liq ko'p tarixiy voqealarni, muzeylar to'g'risida gapirib ma'lumot beradilar-da. Jannat xonim, mana shunday bir jarayonlarda albatta sizda ham katta bir faxr tuyg'usi bo'lsa kerak, chunki Tursunar aka siz aytganingizdek, har bir O'zbekistonimizga kelayotgan sayyoh, yuqorida aytganingizdek, baribir yurtimizda aylanadi, lekin muzeylarimiz bilan ham albatta qiziqadi. Muzeylarimizni ham tariximizni kelib albatta ko'ray deydi. Yoki biz ham bir qaysi mamlakatga borganimizda albatta ularni muzeylarga kiramiz. Muzeylarning faoliyati bilan tanishamiz, o'zimizga bir katta ma'naviy oziqa olamiz. Shuning uchun mana shunday bir fikrlarni mantiqiy davomida o'zingiz bir davom ettirsangiz, marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. Haqiqatdan ham to'g'ri, har bitta davlatdan bu davlat arboblari bo'ladimi yoki yuqori martabali mehmonlar bo'ladimi yoki turistlar bo'ladimi, oddiy hamma insonlarda bitta yaxshi an'ana bor. Qaysi davlatga borsa, albatta uni muzeyini borib ko'radi. Endi savol tug'iladi, qaysi davlatlarga turistlarni yoki davlat arboblarini borgisi keladi va nimalarni ko'rgisi keladi? Men o'zimcha shuni bir tahlil qildim. Oxirgi 5 yillik tahlillarimdan bir shuna xulosaga keldimki, buni masalan boshqalar uchun ham yangilik emas. Birinchi o'rinda turistlar tinch o'lkalarga borishni yaxshi ko'radi. Inson omili yuqori darajaga qo'yilgan davlatlarga borgisi keladi. Va nima uchun O'zbekiston hozir oxirgi 5 yil ichida O'zbekistonga kelayotgan turistlarni oqimi juda yuqori darajaga ko'tarildi. Albatta bu turizmga rivojlantirish uchun yaratilgan shart-sharoitlardan tashqari bu yerda boshqa narsa bor-da. Bu nima desangiz, bu bizning prezidentimizning mana shu olib borayotgan siyosatlari va ularni mana shu islohotlarini tezlikda amalga oshirilayotgan yoki natija bo'layotgan mana shu islohotlarni mevasi desak xato bo'lmaydi. Sababi O'zbekiston hozir jahon arenasidagi hammani ko'z o'ngida mashhur bo'lib turgan davlatga aylandi. Va o'z-o'zidan har bitta insonda savol tug'iladi. O'zi kim ekan, bu o'zbeklar, bu O'zbekiston qanaqa davlat ekan? Nega bu shunchalik tez rivojlanib boshladi? Nima uchun bu yerda hamma sohada shunaqa islohotlar, hammasi yaxshi natija beryapti? Nima uchun degan savolni meni o'zimga ham berishdi. Nima uchun? Va o'z-o'zidan mana shu savollar ularni O'zbekistonga qarab olib keladi. Va O'zbekistonga kelganda ular birinchi bo'lib qayerga boradi? Muzeyga boradi. Chunki har bitta muzey, bu tarix muzeyi bo'ladimi, tabiat muzeyimi, san'atmi, qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar O'zbekistonni qaysidir bir jabhasi haqida mana shu insonga birlamchi tushunchani beradi. Mana shu birlamchi tushuncha orqali inson u qaysi lavozimda bo'lishidan qat'iy nazar mana shu xalqni anglaydi, shu davlatni anglaydi va bu eshitgan gaplaridan, ko'rgan narsalari bilan O'zbekistonga kelib ko'rgan narsalari qanchalik bir-biriga mutanosib ekanligini o'zi u his eta oladi. Shuning uchun ham biz mana agar birgina O'zbekiston tarixi davlat muzeyini misolda oladigan bo'lsak, mana bizda oxirgi 5 yil ichida keladigan turistlarning geografiyasi o'zgarib ketdi juda ham. Xitoy, Qozog'iston, Rossiya, Belorussiya, bu tomonda Malayziya, Saudiya Arabiston, Hindiston, bilasizmi, bizdan oldingi 15-16-yillarigacha bo'lgan davrlarda bizda Fransiya, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya shunaqa ko'proq edi. Sharq mamlakatlari deyarli yo'q edi bizda. Mana hozir yildan yilga ularni mana shu bizga keladigan turistlarni soni ham, geografiyasi ham kengayib boryapti. Bu ham shu narsani anglatadiki, demak, O'zbekiston dunyo xalqlari uchun befarq emas va O'zbekistonni nafaqatgina madaniy soha bo'yicha, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy hamma sohalar bo'yicha eshiklari katta ochiq, hamma kelib mana shu muzeyda birgalikda hamkorlikda ish olib borishi mumkin. Qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar. Shuning uchun ham men aytmoqchimanki, avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin, xuddi shunaqa bizni prezidentimiz rahbarligida oshirilayotgan islohotlarimiz hammasi ijobiy bo'lsin. Janob xonim, bitta uzrsiz gapingiz bo'ldi. Mana sizga bir konkret beradigan savolim shuki, mana shu rasmiy tashrif bilan oliy martabali mehmonlarga, ayniqsa shu o'nlab mamlakatlarning prezidentlariga siz tariximizni gapirib berasizda, yangi O'zbekistondagiligi. Mana shu jarayonlarda ularda umuman bizning tariximiz, madaniyatimizning ta'sirotlari qanday?
bir fikrlarini, taassurotlarini aytganmilar? Albatta, keyin bilasizmi, masalan, birinchi o'rinda bunday davlat arboblarini yonida turib, ularga ekskursiya olib borish oson emas. Chunki bular har biri bitta bir katta davlatning rahbari va masalan, bu Ozarbayjondan bo'ladimi, Turkmanistondan, Tojikiston, Qirg'iziston yoki Yevropa mamlakatlari bo'ladimi? Tarixni gapirayotganingizda juda ular diqqat bilan eshitishadi bu tarixni. Afsuski biz o'sha vaqtimiz juda ham chegaralangan bo'ladi, lekin boyib qisqa lo'nda tarixning eng muhim jabhalari gapiriladi bu joyda va men shunaqa his etamanki, ular ko'proq eshitishni xohlashadi. Chunki davlat arboblarini vaqti juda ham o'lchovli bo'ladi, lekin baribir mana ozarbayjonlik masalan Ozarbayjon rahbari kelganda yoki Qozog'iston yoki Qirg'iziston yoki biz qo'shni davlatlarimiz kelishganda, ha bu bizning tariximiz, bu hammamizning madaniyatimiz degan so'zlarni eshitamiz. Bu haqiqatdan ham shunday, chunki biz mana shu jarayonlarni gapirayotganimizda men ko'proq qaysi davlatning rahbari kelayotgani va mana shu davlatni xalqi bilan O'zbekiston xalqini davlatlari tarixda qanaqa bir-biri bilan aloqa qilgan, nimalarni amalga oshirishgan, shularni bilishga va shular haqida so'zlashga harakat qilaman. Hali bironta bir mamlakat yoki davlat bo'lmadiki, ular masalan O'zbekiston bilan aloqa qilmagan bo'lsa. Ya'ni tarixiy jihatdan baribir yaqin va mana shu Buyuk Ipak yo'lini chorrahasida joylashgan mana shu Toshkent shahri juda ko'p madaniy, iqtisodiy, savdo aloqalarini rivojiga, shu bilan birga siyosiy mana shu jarayonlarning hammasida har doim aloqador bo'lgan va bu narsa mana bizni hozirgi kundagi tariximizni gapirganimizda uni har bitta bosqichida o'zini namoyon qilib boradi. Tursunon aka, hali yuqorida bitta fikrni aytdingiz. Mana so'nggi paytlarda ayniqsa mana shu muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan va dunyo hamjamiyatida o'zimizni o'rnimizni topayotganligimiz yana bitta isboti mana shu Yevropa mamlakatlarida, Fransiyada haqiqatdan juda katta ko'rgazmalarda shu muzeylarda o'zimizni tariximizni o'zida aks ettilayotganligi, namoyish etilayotganligi to'g'riga mana ijtimoiy tarmoqlarda, teleekranlarda ko'ramizda, o'zimizda ham bir qanaqadir faxr, iftixor tuyg'usi namoyon bo'ladi. Chunki o'zi shunday ham aytganingizdek, millionlab turistlar O'zbekistonimizga keladi. Lekin shunga qaramasdan, siz aytganingizdek, baribir Yevropaning juda katta nufuzli mamlakatlarida shu muzeylar, pavilyonlar tashkil qilinib, u yerda o'zimizni shu tariximizni, o'zimizni madaniyatimizni muzeylar orqali namoyish etib borayotganligimiz ham bizga juda katta bir faxr. Qo'shimcha qilmoqchingiz, marhamat? Ha, ruxsat bersangiz, mana shu boyagi aytgan misollarni dalil sifatida yo'q so'zni agar siz ruxsat bersangiz, shu demak Gulbahor Jalabayeva Izintayeva bu albatta Nukusdagi Sovetskiy nomidagi davlat muzeyining direktori. Albatta. Nima uchun bu kishi hozir qarang, bir paytlar Nukusdagi muzey desa odamlar Orol dengizni bilardi-yu, muzey nimaning emasdi. Lekin bugun dunyoni eng mana Venetsiya Italiyaning butun dunyo muzeylarining markazlaridan poytaxtlardan biri bo'lgan joyda mana shu muzeydagi asoratlar borib ko'rsatilib, bugun qaytib kelib butun dunyodan shu muzeyga kelyapti, uzoq Nukusga kelyapti. Shuning uchun mana u yerda ikkita noyob ko'rgazma bo'ldi. Bu O'zbekiston muzeychiligi, muzeyshunosligi, muzeologiya sohasida eng ilg'or texnologiyalar qo'llangan, dizayn sohasida ham, yangi innovatsion nimalarda ham eng ilg'or texnologiyalar qo'llangan ikkita ko'rgazma paydo bo'ldi. Ikkinchi va uchinchi qavatlarda. Agar marhamat. Gulbahor, so'z sizga. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Birinchidan hammani shu yerda o'tirgan muzey xodimlarini 18-may professional bayram bilan chin qalbimdan qutlayman. Haqiqatda Sovetskiy muzeyi nafaqat O'zbekistonda, dunyo ko'lamida shu Rus muzeyidan keyingi ikkinchi o'rinda turadigan, shu Rus avangardi bo'yicha, Rus avangardi to'plami bo'yicha ikkinchi muzey hisoblanadi. Va hozirgi kunda keyingi shu 24-25 shu yillarda juda yaxshi bir yangiliklar bo'layapti shu bizning muzeyda. Hozir men o'zim statistika qaraydigan bo'lsak, shu o'tgan yilga solishtirganda faqat bir oyning o'zida hozir shu yangi ko'rgazmalar aholi 10 mingdan oshib ketdi. Bir oyning o'zida tashrif buyuruvchilar. Endi ko'rgazmalar keladigan bo'lsak, juda ham ko'p xalqaro ko'rgazmalar
qilyapmiz. Mana shu Qozog'istonda bo'layotgan ko'rgazmalar ham hozir Rossiyaga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Va o'tgan yili shu Italiyaning Florensiya va Venetsiya shaharlarida ikkita katta ko'rgazma bo'ldi. Shu bizning muzeyning to'plamida bu yerda O'zbekiston avangard rassomlari, ya'ni o'tgan asrning 20-30-yillarda ijod qilgan rassomlar va rus avangard rassomlarining asarlarining ko'rgazmalari bo'ldi. Va shu ko'rgazmani bu yerda bizning muzeyda qaytadan shu reekspozitsiya qilib, shu bizning xalqimizga, tomoshabinlarga va shu Italiyaga borib ko'rolmagan turistlarga namoyish etib qo'yibmiz. Bu ko'rgazmaning nomi Sahra avangardi, O'zbekiston Sahra avangardi deb nomlangan va bu yerda bugungi kunda shu 2-qavatda bizlarda 191 ta shu eksponat namoyish qilingan. Va eng keyingi shu oyda nima deydi, Nashumevshaya degan shu ko'rgazma bu bizning 3-qavatda haqiqatdan ham bu Savitskiy, Igor Vitalyevich Savitskiy olamida nomli ko'rgazma. Bu yerda bu ko'rgazmani nima deydi, ayirmachiligi shunda, bu yerda ko'plagan asarlar, ko'plagan eksponatlar birinchi marta namoyish qilingan ko'rgazmada. Shu muzeyning fondlarida saqlanib kelib, hozir shu 3-qavatda namoyish etilgan. Va bu yerda bu ko'rgazmada shu kuratorlari bu haqiqatdan ham shu O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasining shu tashabbuslari va yordamida qilingan ko'rgazma va kuratorlari shu Italiyaning Ca' Foscari universitetining professorlari, ular shu Italiyada bo'lgan ko'rgazmaning kuratorlari ham bo'lgan, Silvia Buruni va soniga ta'sir qildimi? Judayam, agar men o'zim shu oldin shu ishlagan joyimda qiziqqanman, shu 24-yili muzeyga qancha turist keldi deb statistikasini olgan paytda shu Italiyadan keyingi ko'rgazmada shu Italiyadan kelgan turistlar soni 2 barobarga oshib ketgan va bu yil ham judayam shu tur firmalar shunaqa ham ko'p shu gruppalar, zayavka deymiz bizlarda, shu zayavkalarni Italiyadan ko'plagan turistlar kelib, endi hozir muzeyni sotsial tarmoqlarni ko'rib, bir oyda, aprel oyining o'zida hozirga bu bizlar uchun juda ham rekord. U chet ellardan ko'plagan shu Jannat opa juda to'g'ri aytdi, geografiya juda ham nima deydi, kengayib bormoqda. Kelgan turistlarni Latin Amerikadan bo'ladimi, shu Argentina masalan davlatdan oldin ko'rmaganman turistlarni. Shu kelganda Argentinada masalan Afrikaning, masalan Janubiy Afrikadan shuni haqiqatan ham shu geografiya juda ham shu kengayib boryapti kelayotgan turistlar soniga. Va shu 3-etajning yangi ko'rgazmasi haqida yana bir aytadigan bo'lsam, bunda bu yerda bu ko'rgazmada shu Igor Vitalyevich Savitskiyning o'zi kuratori sifatida aks ettirgan asarlar shunaqa qilib, har bir bu yerda qo'yilgan asar shu Savitskiyning o'zi yiqqan asarlar, eksponatlar. Va bu yerda nafaqat shu O'zbekiston avangard rassomlari, shu asoschilari Volkov, Tansiqbayev, Karaxan bu yerda shu Savitskiy davrida ijod qilgan, shu birgalikda ishlagan Qoraqalpoq rassomlarining ham asarlari namoyish etilgan va rus avangard rassomlarining asarlari shu ekspozitsiyada o'rin olgan. Va shuning bilan birga shu nafaqat tasviriy san'at, bu yerda arxeologiya bo'limining shu artefaktlari bilan va bizlarning Qoraqalpoq amaliy san'atining shu Qoraqalpoq ayollarining kiyim-kenchaklari, bezaklari birgalikda shu multimedia zalni ham qilganmiz. Birinchi shu ko'rgazma boshlanadigan immersiv ko'rgazmadan bu yerda shu tarixiy shu Savitskiy paytida u qilgan ko'rgazmalarning tarixiy fotografiyalarini jonlantirib shu immersiv ko'rgazmasi bilan boyittirganmiz. Endi Ulg'orxon biz muzeyda ko'p borada bo'lganmiz. Endi yana ham bir yangiliklar bo'layotgan ekan. Bu ham albatta Qoraqalpog'iston zaminiga kelayotgan har bir odam mana shu muzeyga borishni albatta xohlaydi. Albatta. Xususan biz ham ko'p bo'lganmiz. Albatta bugun To'snal aka Qo'qon haqida endi qancha gapirsak arziydi, baribir Qo'qon
juda ko'plab hozir demak turistlar deymiz-ku, mehmonlarni o'ziga jalb qilyapti. Qo'qonni ham ko'radigan joylar, tomosha qiladigan joylar, tanishadigan joylar, tarix o'ziga xos juda ham bir muhim ahamiyatga ega va Qo'qon davlat muzeyi qo'riqxonasida qanday gaplar, nima yangiliklar Qo'qonda? Do'stimizga ham ikki og'iz bir so'z navbatini bersak. Shu so'z navbatini berishdan oldin bitta fikrda, mana qarang. Marhamat. Toshkent shahrida 11 ta yirik muzeylar yig'ilgan bo'lsa, O'zbekistonni eng ko'p muzey to'plangan shaharlari borda, mana Samarqand, mana Registon direktori turibdi, Xiva va shunday eng ko'p muzey jamlangan shaharlar bittasi Qo'qon. Qo'qon, to'g'ri. 9 ta muzey bor. 11 ta obyektda joylashgan 9 ta muzey bor. Qo'qon shahrida. Qo'qon muzeylar shahar desak bo'ladi, bemalol. Albatta. Va albatta bu Farg'ona vodiysida dunyoga mashhur ilk insonlar yashagan istiqomat qilgan joyda nimasi albatta muzeylarga boy bo'ladi. To'g'ri. Qo'qonda tarixi ham boyda, shunga yarasha. Albatta. Marhamat. Assalomu alaykum. Katta rahmat. Biz mana shu Qo'qon shahrida Qo'qon muzeylari haqida gapirayotganimizda biz buni hozir texnik Qo'qon muzeylari deb olganmiz. Oldimizda juda ko'p kelajakda va istiqbolda vazifalar turibdi. Muzeylarimizda Qo'qon xonligiga oid Xudoyorxon o'rdasi saroyi, undan tashqari shundan oldin yashab o'tgan xonlarimiz Said Umarxon va o'shaning ayollari bo'lmish Nodira begimning buyuk adabiy muhit yaratishganliklari va holanki shuni ham turistlarimiz kelib ko'rganlaridan keyin biz Qo'qonni yana ham chuqurroq tarixiga sho'ng'itib bizni arxeologik saytimiz Tepaqo'rg'onga va Mo'y Muborak saytlariga olib borib ko'rsatganimizda Qo'qonning 3000 yillik sivilizatsion tarixi, lekin o'zi ilk hayot bu paleolit, neolit paytidan boshlab kelingan hayotini ko'rsatib beradigan tarixi kabi juda ham boy tarixga ega. Va mana hozir Tursunali Karimjonovich aytganlaridek, muzey bu birinchi navbatda bu ta'lim maskanida bu. Biz bu narsani oxirgi yili aynan mana shu mahalliy aholi, yoshlarni muzeylarga jalb qila boshlaganimizda biz buni kuchini ko'ra boshladik. Sababi eng haligi jo'shqin ichida energiya to'la yoshlar kelganda yoki mana har xil og'irroq oilalardan nimalar chaqiriladimi, ular kelishganda bular muzeyni ko'rib shu nimalarni ko'rgandan keyin o'zida ko'zida ko'ramizda odamlar tarixga juda ham qiziqish katta. Ular bosiqroq, ular savol berishni boshlaydi. Bunaqa bo'lganmi? Qanaqa bo'lgan deb haligi juda ham sinchkovlik bilan qarashni boshlagandan keyin aytamizki, haqiqatdan ham bu o'sha nimalarimizni ham ajdodlarda kuchi ham, quvvati ham bor ekan bu narsada, tarbiyatda bu narsada deb shuni bilishni boshladik. Bundan tashqari turistlarni jalb qilish bo'yicha ko'p harakatlar biz bildikki, aynan Farg'ona vodiysida oldingi qadimgi Dovon davlati bo'lganligi paytlarida boshlab bizni mana shu vodiyga o'zini madaniyatini bog'lagan atrofdagi juda ham ko'p xalqlar, juda ham ko'p millatlar borligini bildik va biz bu xususda masalan Issiqko'l davlat muzeyi bilan hamkorlikni o'rnatdik. Hozirgi kunda juda ham ko'p mana Sibirlardan, Tataristondan, Qalmoqlar, Mo'g'ullar tomonidan juda ham ko'p mana shu aynan Qo'qon nimasiga, tarixiga ahamiyat qattiq qaratilyapti va o'ylaymizki, kelajakda bizni geografiyamiz yana ham kengayib, Qo'qonni asl ichidagi salohiyatlarni yana ham tashqariga chiqarib bera olamiz degan umiddamiz. Rahmat, Tursunali aka, marhamat, qo'shimcha qilasiz. Demak, bu muzeylar haqida gapirsak bir kun ham yetishmaydi, kamlik qiladi. Albatta muzeylarimizga mana Xalqaro muzeylar kuni arafasida 18-may Xalqaro muzeylar kuni bu butun O'zbekiston hududidagi muzeylar eshiklari ochiq va tashrif buyurish bepul. Mana geologiya muzeyi deymizmi, tabiat muzeyi deymizmi, amaliy san'at muzeyimi, Olimpiya shon-shuhrat muzeyi, hammasi eshiklari ochiq, hammasi bepul tomoshabinlar kiradi. Va shu bilan birga albatta mana
Muhammad Rashidxon aytganlaridek, muzey bugungi kunda eng muhim masalasi, ma'naviy burchi, qarzi jamiyat oldida bu yosh avlodni tarbiyalashga xizmat qilish kerak. G'urur, vatanga mehr, o'zini xalqini madaniyatini g'ururlanish uchun uni muzeylardan o'rganib boshlash kerak. Ana shuning uchun ham savol ko'pincha hozir savollar bo'lar. Mana ikkita eng mashhur muzeylarimiz, O'rta Osiyodagi eng dastlabki muzeylar bu O'zbekistonda tarix muzeyi va demak san'at muzeyi. Ikkalasi ham hozir yopiq deyishadi. Mana Janob Hamidovning ikki ozgina nega yopiq, qachon ochiladi haqida gapirsa, keyin san'at muzeyidan kim kelgan? San'at muzeyi haqida gapiraman. Albatta. Qisqa. Keyin savollar ham bor, hozir o'rtada savollarni berib ketamiz. Marhamat. Haqiqatdan ham shunday savollar ko'p bo'lyapti bizga. Bilasiz, mana keyingi yilga bizning muzey tashkil topganiga 150 yil bo'ladi. Ya'ni biz 1,5 asrlik tariximiz bor. Ikkinchidan biz mana bu shu Toshkentning qoq markazidagi shu binoga ko'chib keldik 1992-yilda. Bu muzeyni 5-binosi ko'chib o'tgan. Va mana shu 1970-yilda qurilgan ushbu bino o'zini kommunikatsiya tizimi bilan mana shu ma'naviy eskirishi tufayli hozir ta'mirtalab bo'lgani uchun ham o'tgan yili 2024-yil, ya'ni iyun oyidan boshlab biz muzeyimizni rekonstruksiya uchun yopgandik. Hozir muzeydagi ahvolimiz, ya'ni biz deyarli 90% ishni amalga oshirib bo'ldik. Ya'ni bunda nafaqatgina muzeyning kommunikatsiya tizimi, ta'mirlash, tashqi fasadlarini tozalash bilan birga ekspozitsiyasini qaytadan reekspozitsiya qilish, ya'ni bu yerda innovatsion g'oyalarni singdirish, zamonaviy ko'rinishlar va shu bilan birga yangi materiallarni ham bu yerga qo'shib boryapmiz. Yangi nimalarni va mana shu 1-2 oy uzog'i bilan muzeyimiz yana o'z eshiklarini ochadi. Biz albatta bu muzeyning ekspozitsiyada bolajonlarimizni ham qiziqishlarini e'tiborga oldik. Ko'zi ojiz tashuvchilarimizni ham e'tiborga oldik. Ular uchun maxsus liftlar tashkil etdik. Kafe, suvenir magazinlari, men o'ylaymanki, bu muzey ham hozir shu ta'mirdan chiqqandan keyin shu dunyodagi boshqa muzeylarga o'xshagan jahon muzeylari standartiga javob beradigan muzeyga aylandi va yana ozgina qoldi, bizni kutinglar va biz sizlarga juda ham yaxshi sovg'alarimiz bor. Endi qachon ochilishi mumkin? Aniq vaqti bormi yo kutamizmi? Aniq hozir uni kunini belgilaganimiz yo'q, lekin mana shu 1 va 2 oy. Biz mana shu 1-2 oyning ichida ochilamiz. Rahmat. Tursunar aka, bir ikkita savollar kelyapti. Savollarga bir o'rin bersak, keyin davom ettiramizda. Ma'lumki deyapti, so'nggi paytlarda turli sohalarda rivojlanishida xususiy sektorlarni jalb qilishga juda katta e'tibor qaratilyapti. Bu muzeylar faoliyatiga mana shu xususiy sektorlarni jalb qilish, xususiy muzeylarni tashkil etish, uni faoliyati bugungi kunda qanday amalga oshirilyapti? Shu to'g'rida ham ma'lumot berib o'tsalaringiz degan savol kelib, shunga ham javob berib o'taylik. Juda yaxshi o'rinli savol. Biz bu yerda mana shu Madaniy meros agentligining muzey faoliyati boshqarmasi bosh o'rinbosari Bekzodjon mana Pulatov ishtirok etyaptilar. Bu yoq to'liq hozir ma'lumot beradilar. Marhamat. Qisqa aniq qilib ma'lumot. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Madaniy meros agentligi muzeylar faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Pulatov Bekzod bo'laman. Savoliga keladigan bo'lsak, Vazirlar Mahkamasini tegishli qarorlariga asosan bugungi kunda 2 xil turdagi muzeylarni tashkil qilish mumkin. Bu davlat muzeylari va nodavlat muzeylari. Aynan xususiy muzeylar, nodavlat muzeylari o'sha turkumiga kiradi bugungi kunda. Nodavlat muzeylar mulkdorlar yoki o'sha tashabbuskorlar tomonidan bugungi kunda tashkil etilyapti. Agarda nodavlat muzeyni tashkil qilish istagida bo'lgan tashabbuskorlar bo'lsa, shu muzey belgilangan tartibda yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan sifatida Shomurodovlar uy muzeyi, Shomurodovlar uy muzeyi Qoraqalpog'istonda xususiy muzey o'zini mulkdori bor, o'zi moliyalashtiradi, shu belgilangan tartibda yuridik shaxs sifatida faoliyatini yuritib kelmoqda. O'zi moliyalashtiradi, o'zi nazoratini amalga oshiradi. Biz shu muzeylar sohasida respublika bo'yicha davlat nazoratini olib boramiz. Yana bu bo'yicha belgilangan tartib bor, shu tartib asosida bugungi kunda xususiy muzeylarni tashkil qilishmoqda.
Rahmat. Ketib qolmaysiz, yana bir savol kelibdi Tursunar aka. Mana shu aholi bilan ishlash, aholi tomonidan mana shu muzeylarga demak madaniy shu boyliklarni qaytarish, ular bilan hamkorlikda ishlash bo'yicha mana ma'lumotda demak 4000 ga yaqin madaniy boyliklar muzeylarga beg'araz taqdim etildi deyilyapti. Umuman bu boradagi ishlarni yana ham bir jonlantirish 2025-yilda, keyingi yillarda rivojlantirish uchun balkim aholiga qandaydir bir moddiy rag'batlantirish masalalari ham ko'riladimi? Mana shu boradagi ishlarni yana ham bir rivojlantirish, jahon tajribasini bu jarayonga qo'llash bo'yicha ham qanday bir ishlar amalga oshirilyapti? Shu to'g'ri bir ma'lumot berib o'taylik. Aholi bilan ishlash ko'proq. Aholi qo'lidagi o'sha demak madaniy boyliklarni olish muzeylarga. Bugungi kunda o'sha milliy merosga mening hissam aksiyasi doirasida ikki xil yo'nalishda ish olib boryapmiz. Birinchisi pullik moliyaviy yo'nalishda bu aholidan madaniy boyliklarni xarid qilish. Bu o'sha aholi tomonidan o'zida turgan madaniy boylikni sotish bo'yicha tushgan murojaatlarni ko'rib chiqib, xarid qilish maqsadga muvofiq yoki maqsadga muvofiq emasligi ko'rib chiqiladi. Ikkinchisi bu aholi tomonidan beg'araz o'zini tashabbusi bilan o'sha muzeyda o'zini qo'lidagi madaniy boylikni taqdim etish yo'li bilan muzeylarga qabul qilyapmiz. Hozirgi kunda o'sha bizni Madaniy meros agentligi tomonidan aholini keng mana shu aksiya doirasida jalb qilish ishlari, e'lon berish nimalari olib borilmoqda. Bu 2022-yildan beri keng jamoatchilikka bosqichma-bosqich jalb qilish, muzeylar tomonidan ekspeditsiyalar o'tkazish yo'li bilan ham hozirgi kunda jalb qilinyapti bu aksiya doirasiga. Rahmat. Tursunar aka, yana bir ko'pchiligimizni o'ylantiradigan savol. Rahmat, siz o'tiraverasiz. Ko'pchiligimizni o'ylantiradigan yana bir ikkita savol shunday iboratki, birinchisi mana shu madaniy ochiq osmon ostidagi madaniy meroslarimizdan Xivada bo'ladimi, Samarqandda bo'ladimi, Buxoroda bo'ladimi? Bir paytlar endi o'sha tarixiy meroslarimizni orqa tomonda hujralar bo'lgan, u paytda endi diniy ta'limlar olgan, boshqa qilgan va o'sha jarayonlarda hozir e'tibor beradigan bo'lsak, savdo sotiq juda avjiga chiqib ketgan. Savdo sotiq nihoyatda avjiga chiqib ketgan. Ba'zan shu odamni ensasini ham qotiradigan darajada savdo rastlari nihoyatda ko'payib ketganda. Bu birinchisi. Bu qanday holat bu? Muzeylar, ochiq osmon muzeydagi tarixiy joylarimizga qandaydir bu to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ikkinchi yana bir o'zimizni qiynayotgan savol, mana shu Registonda ham, Xivada ham, boshqa joylarda ham shu tarixiy binolarimizni endi asrab avaylash baribir muhimki, ko'z qarachig'imizda. Lekin ana shu katta-katta maydonlarda keyingi paytlarda san'at ustalari ishtirokida katta-katta konsertlar, shoularda qo'yish urfga aylanib ketdi. Bu qanday qabul qilsak bo'ladi? Chunki u yerdagi shovqin suronlar, u yerdagi haligi katta kuchlanishga ega bo'lgan ovoz kuchaytirgichlarni madaniy meroslarimizni o'sha qandaydir bir zamiriga, devorlariga, o'shani bir husniga salbiy ta'sir etmaydimi? Shunga bir fikrlaringizni bilmoqchi edik. Rahmat. Mana 127 ta muzey O'zbekiston hududida, uni barcha hududlarda faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsa, shundan 7 tasi bu muzey qo'riqxona. 7 tasi muzey qo'riqxona. Mana muzey qo'riqxonalardan kelinglar, turinglarda o'rinlaringga mana. Mana muzey qo'riqxonalar mana. Samarqand, Registon mashhur. Mana Ichanqal'a, mana Qo'qon, Shahrisabz, Termiz, Buxoro. Buxorodan hech kim yo'qmi? Mana shu o'tiringlar, rahmat. Muzey qo'riqxonalar, bular siz aytganda bu butun boshli bir majmua. U albatta mana Qo'qondagiga o'xshab, masalan Qo'qon xon o'rdasida joylashganda, bu turist qanchalik ko'p bo'lsa, o'sha joyda suvenir bilan savdo qilish. Chunki muzey ham o'zini moddiy qo'llab-quvvatlash kerak. Xarajati bitta muzey bu juda ham hali rus tilida aytganda, aytib, roskish har qanday davlat ham muzeyni budjetda ko'tarib tura olmaydi. Juda ko'p xarajatli maskan bu. Shuning uchun bu o'zini ham moddiy rag'batlantirish xodimlarini ham ma'lum darajada o'zining taraqqiyoti uchun mablag' ishlab topishi bu rag'batlantiriladi. Va tabiiyki suvenir ishlab chiqarish, suvenir savdosini yo'lga qo'yish yoki kafe. Endi to'g'ri aytasiz, mana bu turli tadbirlar bo'lgan paytda, masalan xususan Registonda bu necha yillardan beri turli konsert dasturlari o'tsa, bular shundan yuragi hovuchlab turadiki, bir
ziyon yetmasin o'sha mayolikalarga, qo'shinlarga, me'morchilik qurilmalariga ta'sir bor albatta. Undan bir kurashyapti. Mana ehtimol o'zi ham aytib berar, lekin mana Ichanqal'ada kuni kecha majlisda mana aytilyaptiki, turistlar kirib kelgandan bir bozorga tushib qolgan deb qoladi. To'g'rimi? O'sha qaysi Polvon darvozami kirib keladigan? Ota darvoza kirib kelgandan ikki tomondan bir payt o'tib bo'lmay qoladi haligi suvenir savdosidan. Bu ham u bozorga keldimi yo bir madaniy meros obyektiga keldimi bir chalg'itadi odamni. Uni ko'rgani kelgan yo'q-ku. Bozorlarga ko'proq aylanib boryapti-da, bozorlarga. Bu madaniyat faqat shu hurmat qilamiz, lekin Xitoyda ishlab chiqarilgan molni olib kelib tiqib tashlab, buni sifatiga qaramay, saviyasiga qaramay, dizayniga qaramay. Lekin mana hozir buni ham yo'lga qo'yish bo'yicha tartib ishlab chiqilyapti. Mana ekanlar juda yaxshi biladi. Mana bu yoqda turist kamroq bo'lsa ham bilishadiki, bu muammo. Bu muammoni ham yechimini topish kerak. Nisbatini topish kerak. Bu usta jiddiy ish boryapti. O'ylaymanki, yaqin paytlarda mana shu suvenir sotiladigan joyi ham kirib kelgandan turistni yopishmasdan o'shani ma'lum darajaga kirib, me'yorida, madaniyati bilan, uni ham madaniyati bor buni ham. O'zaro keyin yana bir savolda, mana shu Buxoroda yoki Samarqandda, Xivada shu bundan endi bir asr, 2 asr, 3 asr oldin, misol uchun, undan ham ko'p, misol uchun asrlar davomida mana shu ota-bobolarimiz qurgan juda katta madaniy meroslar. Ularni bir xayoliga kelganmi-ku, mana 21-asrga kelib shu avlodlarimiz biz qurgan mana shunday katta bir me'moriy asarlar oldida katta shoular, konsertlar qo'yadi deb ular xayoliga kelganmi-kan? Nima deb o'ylaysiz? Endi men tushunishim bo'yicha o'sha paytlarda ham shaharlarimiz gavjum bo'lgan. Buyuk Ipak yo'lining chorrahalari joylashgan, bu juda gavjum bo'lgan. Savdo, sotiq, o'sha har xil hatto xalq teatrlari, tomoshalari, sayllari bu boy gullab yashagan shu paytda ham. Lekin albatta uni aytganingizda uni me'yori va madaniyati bo'lishi kerak. Qayerda mumkin, qayerda mana Xivada bir xil joy bor, madrasani oldida masalan o'shani qurdirgan odamning qabri bor. Vasiyat qilgan. Men madrasani qurdim, har bir kirib chiqqan odam menga bir Fotiha tilovat qildi. Uni ustida turib konsert berib bo'lmaydi albatta. Uni ham Toshqovulda konsert bersa yarashadi. Muntazam ravishda yerda qo'shiq, kuy yangrab rivojlangan. Shuning uchun bu ham misqolni, madaniyatini, joyini, o'rnini topib nima qilsa, albatta bu nima deymiz, bir-biriga uyg'un ravishda o'zini o'rnini topadi. Tursunon aka, katta rahmat. Hali o'zingiz ham to'g'ri gapni aytdingiz. Muzeylar va muzeylarning faoliyati bilan bog'liq bir kun gapirsangiz ham haqiqatan vaqt tugamaydi va juda katta bir faxr bilan aytishimiz mumkinki, so'nggi yillarda haqiqatan muhtaram prezidentimiz, hukumatimiz tomonidan mana shu muzeylar faoliyatiga haqiqatan juda katta e'tibor qaratilyapti va muzeylar bizni shu o'tmishimiz, tariximiz haqida juda ko'p mana shu chet eldan kelayotgan millionlab odamlarimizga albatta ma'lumot beradigan juda bir muqaddas maskanga aylanib boryapti. Va Tursunon aka, sizga, siz rahbarlik qilib kelayotgan mana jamoaga, xususan demak Madaniy meros agentligi matbuot xizmati rahbari Mohonur Imomovaga bugungi matbuot anjumani yuqori saviyada tashkillashtirganligi uchun va spikerlarimizga, studiyamizda ishtirok etayotgan barcha demak mas'ullarga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz, chunki bugungi matbuot anjumani orqali mana shu demak madaniy meros, muzeylar to'g'risida batafsil keng jamoatchilikka, jurnalistlarimizga ma'lumot berildi va bu boradagi ishlar albatta davom etadi va xalqimizni yana bir bor yuqorida aytganimizdek 18-may kuni shu xalqaro muzeylar kuni bilan tabriklaymiz va mana shu kunlari butun yurtdoshlarimizni muzeylarga taklif qilib qolamiz. Muhtaram yurtdoshlar, shuning bilan bugungi matbuot anjumanimizga ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.